uni niyatidan bilib olaman. Bas osmondagilar va uni ichidagi hamma bu bandamga qarshi makr hiyla qilsa ham, men bu bandamga shu mushkuladan, makrdan chiqib ketadigan yo'lni ochib qo'yaman. Yaqinlaringiz ham eshitishni xohlamay qoladi. To'g'rimi? Hadeb yordam so'rab boraversangiz, hatto oila a'zolaringizni ham bezdirib yuborasiz. Duo qilyapmiz, ijobat bo'lmayapti-yu. Seni duoing ijobat bo'lishi uchun birodar bir qancha narsalar kerak. To'g'rimi? Qachonlarda so'ragansan shu narsani? Endi berganidan keyin oddiy bo'lib qoldi-da. Bitta musibat keldi, bitta mashaqqat keldi. Iymoning salobatmi? Iymoning salomat. Duoing ijobat bo'lishiga ishonching bormi? Bor. Shuni o'zi mashaqqatni oldida bir qancha yengilliklar bor ekanligini bildirmayaptimi? Ma'qulmi? Bitta mashaqqat bor, yonida son sanoqsiz yengilchiliklar bor. Assalomu alaykum.